بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dinimiz ko'rsatmalari inson hayotining hamma jihatini o'z ichiga qamrab olgan va uni shaxsiy, oilaviy hamda ijtimoiy hayotdagi o'rnini belgilab bergan. Musulmon odam o'zgalar bilan muomala qilishda chiroyli, xulqli bo'lishi ayni dinimizning talabidir. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlarini maqtab shunday xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta sen buyuk xulq uzradirsan. Qalam surasi 4-oyat. Hadis muborakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagicha dedilar: Innama bu'istu liutammima makorimal axlaqi. Men yaxshi xulqlarni mukammal qilish uchun yuborilganman. Imom Bazzor rivoyati. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mu'minlarning go'zal xulqlarga odatlanishi islomning shiori ekanini e'lon qilganlar. Jumladan piyoda va avtoulovda yurishning ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Bu mavzuning muhimligi shundaki, hozirgi kunimizda transport vositalari sezilarli darajada yildan yil ko'payib bormoqda. Shu bilan birga yo'l hodisalari, talofatlari ham ortib borayapti. Bu esa ham haydovchi, ham piyodaga qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi.